Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultiyyi tor televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərin təfsilatında bolsun. Mustabid Xitoy hokimiyetining Uyg'urlar qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudi va xristian jamoatlarining qattiq tanqidiga uchrayotgan bir paytda Islom hamkorlik tashkilotining hozirga qadar Uyg'ur masalasida sukut qilib turib olishi, hatto Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini qo'llashi xalqaro jamoatchilikning qattiq tanqidiga uchrab kelgan edi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'nun 27 noyabr o'tkazilgan 47 navbatlik İslam hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar ministrlarining yig'inida qilgan so'zida Uyg'urlar masalasini tilga ilishi va mazkur tashkilotga a'zo davlatlarni Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmon millatlarning haq huquqlarini qo'g'dashga chaqirishi, muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarni alohida suyundirib qolmay, g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bu Çavuşoğlu'nun tunji qitim İslam hamkorlik tashkilotining yig'inida Uyg'urlarni tilga ilishidir. Undaqda Çavuşoğlu'nun İslam hamkorlik tashkilotida Uyg'urlarni tilga ilishi nimadan derak beradi? Buning orqa ko'rinishi nima? Bu vaqtda istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi o'zining qarashlarini bildirib, tövandagilarni bayon qildi. Budaqı İslam Hamkorlik Təşkilatınınki 47-ci Tashqi ishlar Ministerliğinınki yığınında Çavuşoğlu'nunki Uyghur meselesini gün tərtibə ekilişi bununki mühim əhəmiyyəti var deb oylayman. Gerçi bu Keşmir Müslümanları, Kıbrıs Müslümanları, Burma'daki, Myanmar'daki Müslümanlarını birlikte ağam bozma. Demek ki bu partininki, yani AK Partininki izliğan ve zulüm köken Müslümanlığa sahip çıkış degen ideyasını bir kıtım bir yerde kösəkken oldu. Bundan evvel, 3 gün evvel, yani Türkiye'ninki 2021 yıldaki Tashqi ishlar Ministerliğine hamçotu hakkında talaş tartıştığıma bir yerdeki Uyghur meselesini Çavuşoğlu gün tərtibə kelgan. Ve bir yerdeki düşendirişte hem de Uygurlar şu Xitayda teng beraber bir grajdanlık salayetiga sahip oluşunu, tinchlik, baxtlik ve şundaqla bayashat içinde yaşashını, esas insan haklarını mı yaşalaydiganlığını ve bu hakka sahip oluşunu dini erkinlik bilan medeniyet erkinliği, yani kültür erkinliğine erişişini xalayımız ve kütümüz de bunu tilga algan. Demek ki hazır Türkiye muşundaq bir Uyghur meselesini gün tərtibə ekilişini tırışıvatıdı. Tabii bununki sebepleri mi var hem de birisi garip taraftaki bisim var Türkiye'ye. Yani kırındaşınla, Müslüman kırındaşınla Muşuna izlivatkan vaxtıda nemişki qarmaysılar, nemişki avaz çıqamaysılar degendek. Ondan başka Türkiye'ninki muhalif partilerime, hükümetke çın bisimler var. Türkiye cemiyetinde mi kelgen bisimler var. Ondan başka Türkiye'deki Şarkı Türkistan teşkilatlarınınki mi tırışcanlar var. Muşu sebeplerinin hemisi bile birlikte ebeymen degendek, muşu hükümetninki izliğen Müslümanlığa sahip çıkış degen bir ideyası mı var? Jığıp kelgen çağda muşunda bir peyte, muşundaq jığınlarda tılğı ilişi tabi Türkiye'nin ki hazırki hakimiyetinin ki Uyghur meselesiye boğan bir pozisiyasını köstüdemdi. Bu köstüşüyle birlikte ameli bazı siyasetlerine ilip biriş lazım dep mi oylayımız. Bugün yani 12 ayının 1 günü bolsa Dünya Uyghur qurultiyining qurg'uvchi a'zosi va bosh maslahatchisi, Qozog'istondagi elga to'nilgan milliy ustozimiz va peshqadam kurashchimiz, harbiy mutaxassis, tashkilotchi va tadqiqotchi Qahramon G'o'jambarda apandimning 75 yillik tug'ilgan kuni. Gerçi koronavirusi sebebinden ustazımız Qahramon G'o'jambardining 75 yillik bahorini kollektiv holda tabriklash imkoniyati bo'lmasimi? Ammo bugun Qozog'istonning har qaysi Uyg'ur rayonlaridagi yigit boshlari Qahramon G'o'jambarda apandimning uyini ziyorat qilib, uni Qozog'iston Uyg'urlari nomidan muborakladi.
Ondan başqa yana Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi boshchiligidagi qurultayning barliq rahbarlari, qurultay tarkibidagi har qaysi tashkilot rahbarlari va har qaysi alladagi siyosiy faoliyatchilarimiz milliy ustozimiz Qahramon G'o'jambarda apandimga bevosita telefon qilish va maxsus tabriknoma yo'llash orqali uning tug'ilgan kunini tabriklash bilan birga ustozimizning milliy mustaqillik ko'rishimiz uchun qo'shgan tuhfasiga va bu sharafli yo'lda ko'rsatib kelgan zo'r darajadagi fidokorligiga yuqori baho berdi. Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimiz orqali qilgan tabrik so'zida milliy ustozimiz Qahramon G'o'jambardining o'zining butun borlig'ini Uyg'ur xalqining erkinligi, hurligi va ozodligiga atagan hormos bir kurashchi ekanligini, O'rta Osiyoning shuncha murakkab va xatarlik vaziyatiga, Xitoyning bevosita yoki vositalik tahdidlariga, shundaqli intayin mushkul sharoitlarga qaramasdan o'zining ulug'vor g'oyasidan va sharaflik nishonidan aslo voz kechmay, milliy mustaqillik ko'rishimiz uchun tinimsiz kurash qilib kelganligini ta'kidlash bilan birga, muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimizni, bo'pmi Uyg'ur yoshlarini Qahramon G'o'jambarda ustozimizning bu shonliq ruhidan ulgi elishga chaqirdi. Ustozimiz Qahramon G'o'jambarda 1945-yili 1-dekabrda Olmaota viloyatining Qaynazar yezisida dunyoga kelgan bo'lib, asli yurti Ili viloyatidan. U 1963-yili Qozog'istondagi Yangi Shar qozoq o'rta maktabini, 1968-yili Toshkent oliy qo'mondonlik harbiy maktabini, 1974-yili Kengash ittifoqi ofitserlarining oliy kursini, 1977-yili Sovet armiyasi bosh shtabining shtab ofitserlarining bilimini mukammallashtirish kursini, 1981-yili bo'lsa Jamiyatshunoslik universitetining kashki bo'limini tamomlagan. Qahramon G'o'jambarda 1968 va 1990-yillar oralig'ida Sovet ittifoqi armiyasida turli vazifalarda bo'lgan va diviziya shtabining muavin qo'mondonligiga qadar yuksalgan. U 1991 va 1993-yillari Qozog'iston Palla akademiyasining Uyg'urshunoslik institutida ishladi. 1992-yildan tortib Uyg'urlarning Jumhuriyatlar aro ittifoqining raisi, 92-yili İstanbulda chaqirilgan tunji navbatlik Sharq Turkiston milliy qurultiyining hay'at a'zosi, 2004-yili qurilgan hozirgi Dünya Uyghur qurultiyining qurg'uvchi a'zosi, muavin raisi bo'lib vazifa o'tagan bo'lib, hozir u Dünya Uyghur qurultiyining bosh maslahatchisi. Ustozimiz Qahramon G'o'jambarda o'zi ham bir ilmiy tadqiqotchi bo'lib, hozirga qadar uning Uyg'urlar va Sharq Turkiston haqidagi yuzlagan asarlari ruscha va boshqa tillarda nashr qilingan. Ustozimiz Uyg'urlar masalasini Rossiya va O'rta Osiyo xalqlariga anglitishda intayin muhim rol o'ynab kelgan g'ulluq shaxslarimizning biridan iborat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Amerikaning yordamchi tashqi ishlar ministri Mariya Roysning Qozog'istonda Uyg'ur va qozoq lager shoirlarining qabul qilganligi Rossiya va O'rta Osiyo matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Qozog'iston va O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlar uning bu jasur harakatiga alohida minnatdorlik bildirdi. Tövəndə diqqətinizlər bu vaxtki xəbərimizin təfsilatında bolsun. Amerikaning yordamchi tashqi ishlar ministri Mariya Roys o'tgan haftaning oxirlari Qozog'istonni ziyorat qilib, Uyg'ur qozoq lager shoirlarini, tutilgan va g'oyib bo'lgan tutqunlarning oila tavobatlarini qabul qilgan. Amerikaning Qozog'istonda turishliq elchixonasining 27-noyabr xabar qilishicha, Mariya Roys shoirlar va oila a'zolarining boturlik bilan ochiq-oshkora so'zlaganligiga rahmat etgan. U bularning Xitoy Xalq Jumhuriyatining osonlik millatlarni xo'rlash siyosatining haqiqiy qiyofatini ichib berganligi. Shuning bilan bir vaqtda yana buning Xitoy Xalq Jumhuriyatining bu xil xo'rlash siyosatini to'xtatishi uchun xalqaro bisim shakllantirishga yordam beradiganligini ta'kidlagan. U shoirlar va oila a'zolariga mundoq degan: Biz sizlar tarafda turib, Xitoy hukumatini xo'rlashni darhol to'xtatishga, ularni atalmish Xinjiangdagi Turkiy xalqlarining diniga e'tiqod qilishi va o'z madaniyatini qadrlash huquqiga hurmat qilishga chaqiramiz. Men sizlarning kashmishinglarni anglab sharaflandim. Ben uni o'zim bilan ilib yurib, texmi ko'p kishilarning atalmish Xinjiangda yuz berayotgan ishlarning haqiqiy mohiyatini tushunishi uchun o'rtoqlashaman. Qozog'istondagi Amerika elchixonasining xabarida Xitoy Kompartiyasining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan qozoq va boshqa osonlik millatlarning kishilik huquqini eg'ir dafsanda qilayotganligi, buning majburiy nopus kontrol qilish, majburiy amgak, lagerlarga xohlagancha qamash, keng ko'lamlik nazorat qilish, oilalarni ayirib etish, diniy va madaniyat ifodalarini bostirish qatorliq usullarni o'z ichiga oladiganligi ta'kidlangan. Bu yuqori darajalik Amerika amaldorining Qozog'iston ziyoratida ikkinchi qitim lager shoirlarini va tutqunlarning oila tavobatlarini qabul qilishidir. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu yil 2-oyda Qozog'istonni ziyorat qilgandimi ularni qabul qilgan edi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining bevosita tashkillashi bilan 27-noyabr kuni Yaponiyaning Shiga o'lkasining Osi shahrida, 28-noyabr kuni Hiroshima o'lkasining Hiroshima shahrida,
29 noyabr kuni Fukuoka өлкәсенең Onojo şəhərində çoğ köləmlik Uyğurlarның hazırkı ağır əhvalını anlatış və guvahlıq beriş arqılıq Yaponiya hökumətini hərəkətə ötküzüş fəaliyyəti ötküzüldü. Mazkur fəaliyyətlərə Yaponiya Uyğur cəmiyyətinin rəhbərləri, Yaponiya parlamentidəki Yaponiya Uyğur dostluq parlament əzaları qrupsunun qulluq əzası, sabiq ministr Harada Yoshiaki əpəndi, Uyğurlarni qo'llash yerlik parlament a'zolari guruhining mas'uli Maruyama Xeyruaki apandi qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Bu uchun shaharda o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Ahmad Litip apandi va idora hay'ati a'zosi Xolmamad Ro'zaxun apandilar doklad bergan bo'lib, ular uchli yig'inda Xitoyning keyingi 3-4 yildan buyon Sharq Turkistonda sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Xitoyning Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashliklarni amaliy misollar bilan shundoqli sinalg'u va rasmlik isbotlar orqali o'ttirg'a qo'ygan. Yig'inga qatnashgan ba'zi yaponlar Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati to'g'risidagi dokladni anglab o'zini tutib ololmay yig'lab ketgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi doktor Abdukerim Abdurahman apandi bu vaqtda qilgan so'zida Yaponiyadagi Uyg'urlarning ko'pida Xitoy pasporti bor ekanligini, lekin ular turayotgan shaharlarda tizimga oldirib bosh to'layotgan bo'g'ashqa shaharlik parlament a'zolari Yaponiyaning qonuni bo'yicha ularga ega chiqib hukumatga besim ishlatalaydiganligini, shunga bu xil faoliyatlarning zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Uchcho'ng shahardagi faoliyat ijtimoiy taratqulardan sirt Yaponiyadagi eng cho'ng gazet va televiziyalardan keng ko'lamda o'rin olgan. Nepaldagi musulmonlar 29 noyabr Xitoyga qarshi namoyish qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirganligi, diniy e'tiqodiga buzg'unchilik qilganligiga norozilik bildirgan. Hindiston vaqti gazetining xabar qilishicha namoyishchilar Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda minglagan masjidlarni chiqib etganligini, Xitoyning rayondagi Uyg'ur musulmonlariga tutgan vahshiyona muomalasini ayblagan. Nepalning Poxara shahridagi musulmonlar o'tkazgan bu namoyishni Kalyankari Samaj nomli musulmonlar tashkiloti uyushtirgan ekan. Namoyishning Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe Xitoy harbiy ziyorat o'mikini boshlab Katmanduga kelgan kuni o'tkazilishi diqqat qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, garchi Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilishi Nepaldagi musulmonlarning noroziligini qo'zg'ab kelayotgani xeyli bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yuqori darajali Xitoy amaldorlari Katmanduni ziyorat qilganda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazilishi tunji qitim ekan. Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan lozunglarni ko'targan namoyishchilar Xitoyning Katmanduda turishliq elchixonasiga xat topshirgan. Ular xatida Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini ayblab, Uyg'urlarga qaratilgan diniy bostirishni to'xtatishni, ularning ro'za tutishi, soqol qo'yishi, ayollarning hijoblanishi va yig'ilish erkinligiga yo'l qo'yilishini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, musulmonlar Nepal umumiy nopsining 5%ni tashkil qiladi ekan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda taxminan 5 million yerlik dehqon chorvachini uy zaminlaridan ayirib ko'chirayotganligi ma'lum bo'ldi. Xitoyning xalq gazeti 26 noyabr kuni atalmish Şinjangda 5 million dehqon chorvachi yer tevrashga chidamli uylarga ko'chib kirdi deb xabar tarqatgan. Holbuki chet ellardagi kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonning janubidagi Uyg'ur yeza aholilarini asosliq nishon qilib, yer tevrashga chidamli uy qurilishi, amin uy qurilishi degan nomlarda yurgizgan ko'chirish harakatlarining amaliyotda Uyg'urlarni uy zaminlaridan ayirish, tirikchilik manbasini kesish va ularning tuproq bilan bo'lgan beg'ini uzish, shundoqli ularni yig'ib kontrol qilishni maqsad qilgan bir keng ko'lamli plan ekanligini ilgari surmoqda. Türkiye Anatoliya agentligining xabariga qaraganda Istanbul soqchi doiralari Istanbulning Avcılar rayonidagi Deniz Köşklar mahallasida qurolli hujumga uchrab ig'ir yaralangan Yusufjon Ahmadning delosiga munosabatlik tekshirish natijasida 29 yoshli Ozarbayjonlik T. Aliyevni qo'lga olgan. U so'roqqa tortilganda o'zining Yusufjon bilan ilm berim masalasi bog'liqini, shunga uningga qurolli hujum qilganligini ilgari surgan. Halbuki Yusufjon Ahmad ayni chog'da qilgan so'zida o'zining peyiga tushgan bu kishini tonimaydiganligini va hech kim bilan hech qanday ziddiyati yo'qligini bildirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, so'roqdan keyin gumondor T. Aliyevning delosi adliya o'rinlariga avatilib rasmiy qo'lga ilingan. Ayni vaqtdagi hujum jarayonini suratga olgan jinoyat gumondorlaridan Ömer 20 noyabr kuni soqchiga taslim bo'lgan bo'lib, uning delosi adliyaga avatilgandan keyin qo'lga ilingan. Jinoyat gumondori T. Aliyevning Istanbulning Küçükçekmece rayonidagi uyida tutqun qilinish jarayoniga oid sin ko'rinishlari Turkiyadagi axborotlarda e'lon qilindi. Yusufjon Ahmad 2 noyabr Istanbul vaqti kech soat 11 atrofida qurolli hujumga uchrab ig'ir yaralangan edi. Yusufjon Ahmad xalqaro axborot vositalariga o'zining burun Xitoy josuslik organlari uchun xizmat qilishga majburlanganligini oshkorlagan bo'lib, u bu sababli Xitoy davlat xavfsizligi organlari tomonidan tahdidga uchrab kelganligini aytgan. Yusufjon Ahmad uchirgan qurolli hujumda qo'li va dolisidan o'q yegan bo'lib, u hozir jiddiy davolanmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar,
Sizlar ko'rayotgan Dünya Uyghur qurultiyyi tor televiziyasining YouTube sahifasi 14 noyabr kuni tor cho'moqchilarining hujumiga uchrab taqilib qoldi va sahifamizdagi programmalarning mutlaq ko'p qismi o'chirib etildi. Navbatda Dünya Uyghur qurultiyyi YouTube shirkati bilan aloqalashib, o'zining sahifasini qaytadan asliga keltirish va bu voqeaning tegi taxtini aniqlash uchun jiddiy harakat olib bormoqda. Şoň sahifamiz asliga kelganga qadar programmalarimizni Dünya Uyghur qurultiyining Facebook sahifasidan va YouTube kanalida ichilgan bu vaqtliq sahifasidan ko'ra olaysizlar. Aziz ko'rinmanlar, yuqorida Dünya Uyghur qurultiyi tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər pируграммисini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.